Katta yo'lda terib oldik kitoblarini, Xudo xohlasa. Bunchalar yopishtirib, bunaqa perikos bo'lib qolmasligi uchun bunaqa plankani to'rtburchak, 90 gradusli burchakli borligini qatirib oldim. Lazerda kesganda kusovlari shunaqa bo'lib chiqadi. Bu ham ishlab qoldi. Shtovi perikos bo'lib qolmasligi uchun. Yana bir gap. Bu teshikka turba tushmay qoldi. Svorka qilganimizda issiq sovish hisobiga turba jicha ko'tarilib qolgan ekan. Eshildi. Shunga o'zini joyiga tushmadi. Ozgina ikkola tarafdan ham svorkada kesdim. Qolgani hamma yog'i yaxshi, chotki. Soat 11 oldi. Ertalabdan beri harakat qilyapman. Va nihoyat terib oldim. Xullas shunaqa do'stlar. Qani Alloh kuch-quvvat bersin, harakat qilaveraylikchi.